Assalomu alaykum. So'x tuman fuqarolari, men sizlarga mana prezidentimizni 98-sonli qaror doirasida ichimlik suv ta'minotida olib borilgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot beraman. So'x tuman aholini ichimlik suv ta'minotidagi muammo va kamchiliklarni bartaraf etish va turmush tarzini yaxshilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-avgustdagi PQ-98 sonli qarori doirasida mahallalar kesimida qurilish-montaj ishlari olib borildi. Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilish bo'yicha injiniring kompaniyasi UK Farg'ona viloyati hududiy boshqarmasi va bosh pudratchi yangi avlod qurilish invest mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan qiymati 99 milliard shartnoma tuzilib, 2021-23 yilda 95 milliard mablag'lar ajratilib, tumanimizda loyiha smeta hujjatlari doirasida keng ko'lamli ishlar olib borildi. Obyektlarda 155 kilometr ichimlik suv tarmoqlari qurildi. 12 ta yangi suv quduqlari qazildi. 5 ta mavjud suv quduqlari rekonstruksiya qilinib, ta'mirlanib, 17 ta suv nasoslari o'rnatildi. Birinchi bosqich bo'yicha 12 ta MFE hududini suv inshootlaridan 5 ta mahalla fuqarolar yig'inida mavjud 2700 ta xonadon ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. 2024-yil, 2025-yillarda ikkinchi bosqichdagi qurilish-montaj ishlarini davom ettirish uchun suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi UK Farg'ona viloyati hududi boshqarmasi va yangi avlod qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan qiymati 37 milliard so'mga shartnoma tuzilib, 2024-yilda 25 milliard so'm mablag'lar ajratilgan. Shundan 25 milliard mablag' moliyalashtirilib, to'liq 100% o'zlashtirilgan. 2025-yil davomida 7 milliard mablag'lar ajratilib, undan 2 milliard 358 million so'm o'zlashtirilgan. Obyektlarda 77 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortilgan. 9 ta yangi suv quduqlari qazilgan. 9 ta suv nasoslari o'rnatish, 9 ta suv minoralari o'rnatish ishlari bajarilgan. Ikkinchi bosqich yakuni bo'yicha Qaqir Sebzor, Oftobru, Chashma Demursat, Sharqobod, Qo'shyor, Hazrat Ali, Sarikanda, Lemburg va G'aznov mahallalarida loyiha doirasida qurilish-montaj ishlari olib borilib, 4582 ta xonadonlar markazlashgan ichimlik suv tarmog'iga ulangan va ichimlik suv bilan ta'minlangan. Bugungi kunda tumanimizda ichimlik suv ta'minoti 56% ni tashkil etmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.